Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi sanamiz 2025-yil 6-noyabr sanasida Pink Lady Rozigilov olmalarni sizlarga videolarni qo'yamiz. Bu videomiz keng tarqalishi uchun bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Mana bu ko'rib turgan olmalaring o'sha mashhur Pink Lady Rozigilov olmasi mana. Mana ranglari juda ham chiroyli bo'lib, qizarib pishib yetildi. Terim jarayoniga tayyor. Mana bu daraxtimizning yoshi mana 3 yoshlik Pink Lady Rozigilov olmasi. Mana bergan hosili. Va yana boshqa turlardan sizlarga qo'yib yuboramiz. Mana bunisini ham tagi. Mana 3 yoshlik. Mana rangini ko'ringlar. Rangi qizaradi buni. Rozigilov nomidan. Mana olgan hosillari. Sizlarga yana boshqa turlarni ko'rsatib boramiz. Mana aylantirib sizlarga bir qator ko'rsatib beraman. Yana boshqa tuplarini ham ko'rsatamiz. Mana kuzatuvchilar, yana boshqa tuplarini ham sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Mana bu juda ham olgan hosili. Mana taraflarni aylantirib, mana rangini ko'ryapsizlarmi? Ranglari mana hammasi bir xilda rang olib, qizarib, mana pishib yetilyapti. Terim jarayonlariga mana tayyor, terib, uzib omborga olib kirib qo'ysalaring bo'ladi. Xolodilnikka qo'yish shart bas. Mana biz xolodilnik omborda saqlasalaring bo'ladi. Mana shoxini olganini ko'ringlar mana. Mana tagigacha meva bergan. Mana qadrli do'stlar, bog'da o'pshik ko'rinishi sizlarga mana o'sha ko'rinishini sizlarga bir qator ko'rsatib boraman. Taglarida turgan hammasi mana qizarib turganlari meva mana. O'sha umumiy ko'rinishda sizlarga qo'yib boryapmiz mana. Mana tagigacha meva bergan. Pink Lady Rozigilov nomi. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chatlar dastlabki xizmatlari, ekib berish xizmatlari hammasi mavjud. Mana Pink Lady Rozigilov nomi.